Kunduzi men hammaga ma'lum bo'lgan. Eridan erta ajragan. Ko'zlaridan yoshi arimaydigan, qora motam libosiga o'rangan bechora beva edim. Hamma menga achinish bilan qarab, yoshgina juvon xazonga aylandi derdi. Ammo quyosh botib, atrofni qorong'ulik qoplagach, mening uydagi qalin pardalarim ortida butunlay boshqa bir hayot, boshqacha bir qonli va aql bovar qilmas ehtiros boshlanardi. Mening kimsasiz yotog'im tunlari shunday bir olovli do'zaxga aylanardiki, men bu gunohkorona lazzatdan nafas ololmay qolardim. Va eng dahshatlisi, meni bu olovda yondirayotgan bitta emas, ikkita erkak edi. Assalomu alaykum. Inson qalbining eng yashirin, eng taqiqlangan labirintlariga qiziqadigan qadrdon hayotiy hikoyalar kanalining obunachilari. Agar siz bizning dard, ehtiros va tavbaga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq o'tirib oling. Chunki bugun men sizlarga shunday bir iqrorlikni ochamanki, buni eshitib vujudingiz titrab ketishi aniq. Bu o'z nafsining asiriga aylangan, yovvoyi muhabbat dengizida cho'kayotgan bir ayolning nolasi. Mening ismim Shahnoza. Farg'ona vodiysining sokin tumanlaridan birida yashardim. Erim Mansur aka juda yaxshi inson edi. Lekin taqdir bizga birga uzoq yashashni nasib etmadi. U to'satdan avtohalokat sabab olamdan o'tdi. Men 29 yoshimda farzandsiz, beva qoldim. Qaynonamlar mendan yuz o'girishdi, ota-onamnikiga qaytdim. Ammo ota hovlimda ham menga ortiqcha yuk deb qarashayotganini sezardim. Keyin shahardan o'zimga kichkina ijaraga uy topib, alohida chiqib ketdim. Hamma meni aza tutib o'tiribdi deb o'ylardi. Egnimdan qora ko'ylak tushmas, yuzimda zarracha makiyaj yo'q edi. Go'yoki men tirik murda edim. Lekin mening yosh, hali qoni qaynab turgan tanam bu sovuq va huvillagan uydagi yolg'izlikka isyon qila boshladi. Men tunda uyg'onib ketib, ko'rpani tishlab yig'lardim. Men mehrni, erkak kishining kuchli haroratini shu qadar xohlardimki, bu chanqoqlik asablarimni kemira boshladi. Va o'sha kutilmagan, dahshatli ehtiros mening derazamni taqillatib keldi. Birinchi bo'lib hayotimga Doniyor kirib keldi. U qo'shni hovlida qurilish qilayotgan ustaboshi edi. Baland bo'yli, yelkalari keng, qo'llari qadoq bo'lsa-da, ko'zlarida qandaydir o'tkir, yirtqichona bir xohishbor yigit edi. Men unga suv chiqarib berganimda, uning qo'li ataylab qo'limga tekkanda, butun vujudimdan tok urib o'tgandek bo'lgandi. Doniyor bilan uchrashuvlarimiz faqat tunda, hech kim ko'rmaydigan paytda mening ijaradagi uyimda bo'lardi. U xonaga kirishi bilanoq hech qanday romantik so'zlarsiz, hech qanday quruq va'dalarsiz meni to'g'ri devorga taqardi. Uning harakatlari ba'zan shafqatsiz, qo'pol, lekin aynan shu yovvoyilik meni aqldan ozdirardi. Doniyor mening yuzimga, bo'ynimga o'zining issiq, biroz tamaki isi keladigan nafasini purkaganda, men butunlay erib ketardim. Uning kuchli qo'llari belimdan shunday qattiq siqardiki, men nafas ololmay qolardim. Bizning yotoqdagi jang imiz xuddi ikkita och qolgan yirtqichning to'qnashuviga o'xshardi. Kiyimlar bir zumda yirtilgudek yechilib ketar, terga botgan tanalarimiz bir-biriga urilganda xonadagi harorat qaynash darajasiga yetardi. Men o'z ismimni, motamimni, uyatimni, hammasini o'sha issiq quchoqda unutardim. Doniyor qattiqqo'llik bilan "Sen meniksan, tushundingmi?" deb pichirlaganda, mening butun vujudimda qandaydir shirin yomg'ir yog'ib o'tgandek bo'lardi. Men unga tobe bo'lishdan, uning qo'lida erishdan cheksiz lazzat olardim. Ammo tong saharda u ketgach, mening qalbim yana huvillab qolardi. Doniyorning yovvoyi ehtirosi mening tanamni qondirsa-da, qalbimdagi bo'shliqni, mehrga bo'lgan tashnalikni to'ldira olmasdi. Shuning uchun mening qorong'u hayotimda ikkinchi inson, Jasur paydo bo'ldi. Jasur umuman boshqacha olam edi. U men ishlaydigan ofisdagi hamkasbim, o'qimishli, sipo, lekin nigohlarida qandaydir sehr bor yigit edi.
Jasur uyimga Doniyordan farqli kunlarda yana o'sha qorong'u tunda kelardi. Ammo uning kelishi butunlay boshqa bir marosimga o'xshardi. Jasur xonaga kirib menga yopishib ketmasdi. U sekin yaqinlashib yuzimni o'zining issiq, mayin kaftlari orasiga olardi. Uning ko'zlarida shunday chuqur, shunday kuydiruvchi mehr bor ediki, men u qarayotganidayoq tizzalarim qaltirab, holsizlanib qolardim. Uning barmoqlari yelkamdan, bo'ynimdan xuddi ipli cholg'uni chalayotgandek mayin harakat qilardi. "Mening ma'yus malikam", deb pichirlardi u qulog'imga. Uning issiq va yumshoq lablari terimga tekkandi. Men rohatdan ingrab yuborardim. Jasur bilan bo'lgan ehtiros xuddi sekin boshlanib, avjiga chiqadigan ajoyib bir musiqaga o'xshardi. U mening har bir nuqtamga, har bir hissiyotimga alohida e'tibor berardi. Jasur meni yotoqqa yotqazganda, uning teginishlari shunchalar mehrli va ayni paytda shunchalar talabchan ediki, men aql-hushimni yo'qotardim. Men uning ko'kragiga boshimni qo'yib, yurak urishini tinglaganimda, xuddi jannat bog'larida uchib yurgan farishtadek his qilardim o'zimni. Men Jasurni shunday qattiq quchardimki, go'yo o'z vujudimni uning tanasiga singdirib yuborishni, uning qoniga aylanib ketishni istardim. Men ikkita olov orasida yashardim. Bu men uchun ham dahshatli jazo, ham aqldan ozdiruvchi mukofot edi. Bir kuni Doniyorning yovvoyi, talabchan changali, ikkinchi kuni esa Jasurning sehrli, jonni oluvchi bo'salari. Men kunduzlari xuddi uxlab yurgandek yashardim. Soat millarining harakati menga asrdek tuyulardi. Men faqat qorong'ulik cho'kishini, derazamning yana taqillashini telbalarcha kutardim. Men o'z xonamda u yoqdan bu yoqqa yurar, tanamdagi kechagi ehtiros izlariga qarab qizarib ketardim. Men bu xavfli o'yindan qo'rqmasdim. Aksincha, o'zining motam libosida yurgan iffatli beva ekanini hamma o'ylashi-yu. Tunda ikkita bir-biridan bexabar erkakning alangasida yonayotganim menga qandaydir shaytoniy bir adrenalin berardi. Agar kimdir bilsa, meni toshbo'ron qilishadi degan o'y meni battar o'sha taqiqlangan olovga tortardi. Men endi oddiy ayol emasdim. Men faqat teginishlarni, ehtirosni xohlaydigan, nafsiga tobe bo'lgan bir qulga aylanib bo'lgandim. Xonamda ko'rpalar yulqib tashlanar, yostiqlar yerga uchardi. Men Doniyor bilan bo'lganda og'riq aralash lazzatdan, Jasur bilan bo'lganda esa samoviy romantikadan aqldan ozardim. Men ikki xil erkak bilan o'zimning ikkita mutlaqo boshqa dunyomni yaratgandim. Hech qanday kelajak, hech qanday oila qurish haqida o'ylamasdim. Men uchun faqat shu kecha va shu hozirgi soniya mavjud edi xolos. Ochiq tanamga yopishayotgan erkak lablari, ter, xirillagan nafas ovozlari va hech qachon tinchimaydigan bu yovvoyi ishtiyoq mening yagona haqiqatimga aylanib qolgandi. Men bu ehtiros botqog'iga shunchalar chuqur botgan edimki, undan chiqishni istamasdim. Aksincha, shu botqoqning eng qa'rida, eng tubida yonib kul bo'lishga ham rozi edim. Ikkalasi ham meni o'zlariga bo'ysundirar. Men esa jon deb ularning har biriga o'z borlig'imni topshirardim. Bu holat qachongacha davom etishini bilmayman. Lekin hozir men yagona narsani bilaman. Men o'z gunohimni sevadigan, o'z do'zaxini jannat deb biladigan jinni bir ayolman. Va men o'zgarishni xohlamayman. Azizlarim, inson nafsi qanchalar dahshatli va ayni paytda shunchalar o'ziga tortuvchi kuch ekanligini ko'ryapsizmi? Ayol kishining yolg'izligi ba'zan uni shunday jar yoqasiga olib boradiki, u yerdan qaytishning iloji bo'lmay qoladi. Siz bu qismat, bu iqror haqida nima deb o'ylaysiz? Bu ayolning qilmishi faqat gunohmi yoki bu uning jarohatlangan qalbining qandaydir vahshiy isyonimi? Fikrlaringizni, hatto nafratingizni ham izohlarda yozib qoldiring. Agar siz inson ruhiyatining bunday yashirin tomonlarini tinglashga tayyor bo'lsangiz, Hayotiy hikoyalar kanaliga obuna bo'ling. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Hech qachon nafsingizga qul bo'lmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr.